Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Şərq Türkistanda Uyğur məhəllələrini yoxutuş cinayətini davamlaşdırmaqda. Xitay Şərq Türkistanda Uyğur məhəllələrini vəyran qilish, o'zgartish jinoyatini izchil davomlashtirayotgan bo'lib, yaqinda yana 90 ga yaqin shahar bozordagi Uyğur məhəllələrini o'zgartish planini e'lon qildi. Atalmış Uyğur Avtonom rayonluq taraqqiyot va islohot komitetining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi yaqinda koni o'ltiroq rayonlarni kapilik mahallalarini o'zgartish nomida Şərq Türkistandagi 89 shahar bozorida Uyğur mahallalarini o'zgartib qurishni planlagan. Ve bunun için Merkez Hamjodidan 2 milyard 718 milyon yuan mablag' ajratgan. Mazkur mablag' shahar bozorlaridagi 1364 o'ltiroq rayonni va 13 mingdan ortiq uyni o'zgartirishga ishiltilgan bo'lib, 350 mingga yaqin oilaga chetildigan. Xabarda o'zgartish planining ul aslahalarini yangilash, ommaviy mulozimat aslahalarini mukammallashtirishni o'z ichiga oladiganligi da'vo qilingan. Halbuki Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda sistemalik ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jarayonida Uyg'ur mahallalarini yo'qotish, o'zgartish jinoyatiga alohida kuch va xarajat sarf qilgan bo'lib, bu orqali bir tarafdan tarixdan buyon shakllangan Uyg'ur mahalla madaniyatini vayron qilish, quyuq Uyg'ur islom binokorlik uslubida selingan qurilish imoratlarni, bozorlarni ko'zdan yo'qotish maqsadiga yetsa, yana bir tarafdan markazlashtirilgan o'ltiroq rayonlarda nazorat va kontrollikni texmo kuchaytmoqda. Angliya hukumati Xitoyning josuslik harakatlarining ko'payganligini ta'kidladi. Angliya hukumati tunugun e'lon qilgan bir tekshirish dokumentida yaqinqi yillardan buyon Xitoyning josuslik harakatlari orqali Angliyaning demokratiyasi va iqtisodiga buzg'unchilik qilish urinishlarini barg'ansiri kuchaytganligini oshkorladi. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Angliya tashqi ishlar vaziri David Lamy bu to'g'riliq parlamentga qilgan so'zida mazkur tekshirish dokumentiga asosan hukumatning istixborot organlariga 600 million funt sterling xarajat ajratadiganligini bildirgan. David Lamy parlament a'zolariga biz Xitoyning murakkab va izchil mavjud bo'lib turgan tahdid ekanligini bilamiz, ammo Xitoy bilan hech qanday aloqada bo'lmaslik birdan-bir tanlash emas degan. U yana davlat bexatarligi masalasida hargiz sulh qilmaydiganligini ta'kidlagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bugun bu haqda ifoda bildirib, burunqiga o'xshash bu qilmishlarni inkor qildi va Xitoyning izchil holda tinch taraqqiy qilish yo'lida mengayotganligi, hech qanday davlatga tahdid shakllantirmaydiganligi, ixtiloflarni kengayib hal qilish asosida Angliya Xitoy munosabatini taraqqiy qildiradiganligi, ammo har qanday qora surkash va yo'lsiz ayblashni qabul qilmaydiganligi haqida jar soldi. Erdoğan Trump'a 100 milyard dollarlık savdo nishonini ta'kidladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan Amerika prezidenti Donald Trump Lahayda ochilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlari yig'indagi uchrashuvda ikki taraflik munosabat bilan birga rayon va xalqaroliq masalalar haqida fikr almashtirdi. Anadolu agentligining xabarida bildirilishicha, Erdo'g'an Trumpning tirishchanligi natijasida Isroiliya Iran o'rtasida urush to'xtatishning amalga oshganligini qarshi olganligini ifodalagan. Ham G'azzadagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, shundaqla Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirish uchun dialog o'tkazishning zarurligini ta'kidlagan. Erdo'g'an yana energiya, mablag' selish va davlat mudofaasi sohalarida Amerika bilan bo'lgan hamkorlikning yoshirin kuchining zo'rligini ta'kidlash bilan birga ikki taraflik munosabatni yanada rivojlantirishning 100 milyard dollarlik savdo nishonini amalga oshirishga turtki bo'lganligini bildirgan. Bu ziyoratda prezident Erdo'g'anga tashqi ishlar ministri Hakan Fidan, davlat mudofaa ministri Yashar Gular, davlatlik istixborot idorasi boshlig'i Ibrohim Qalin qatorliq ko'plagan muhim amaldorlar hamroh bo'lgan. Pokiston va Hindiston mudofaa ministrlarining Xitoyda uchrashadiganligi bildirildi. Navbatda bir-biriga raqib hisoblangan Pokiston va Hindistonning davlat mudofaa ministrlarining o'tgan oy Kashmirda yuz bergan harbiy jiddiychilikdan buyon tunji qatim yuz turani ko'rishishi mo'ljallanmoqda. Janubiy Osiyoning yadro quroliga ega raqiblari Shanxay hamkorlik tashkilotining Xitoyning sharqida o'tkazilgan 2 kunlik boshliqlar yig'inida bir yerga jam bo'ladiganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, Pokiston vakillari o'makiga davlat mudofaa ministri Xavaja Muhammad Asif rahbarlik qiladi ekan.
Hindiston Davlat Mudofaa ministri Rajnath Singh bo'lsa yuqori darajalik bir hay'at bilan boshliqlar yig'iniga qatnashadigan hamda Xitoy, Rossiya va boshqa qatnashuvchi davlatlarning aloqador amaldorlari bilan ikki taraflik suhbat o'tkazadi ekan. Navbatchi raislik vazifasini o'tayotgan Xitoy yig'inning harbiy jihatdagi o'zaro ishonchni mustahkamlash va chuqurlashtirish hamda rayonning tinchligi va muqimligini qo'g'dash maqsadida o'tkazilganligini bildirgan. 2025-yili mayda Kashmir rayonida yuz bergan harbiy to'qinishdan buyon ikki yadro qurolliq qo'shin davlat o'rtasidagi munosabatlar jiddiy holatda turmoqda. Hindiston kontrolligidagi Kashmirda yuz bergan ajallik hujumda 26 sayohatchi qazo qilgandan keyin Hindiston, Pokiston va Pokiston kontrolligidagi Kashmirga havodan hujum qilgan edi. Bir necha kun davomlashgan to'qinishda har ikki davlat qarshi tarafning hujumini muvaffaqiyatli to'sib olganligi va zo'r ziyon keltirib chiqarganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Mutaxassislar Amerikaning diplomatik yo'llar va rayonlik kuchlar orqali parda orqasida murassachilik qilishining ochiqchiliq rol o'ynab, yadro quroliga ega ikki raqibni urush girdobidan qaytarganligini bildirishgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.